Toshkentda ingliz tili ta'limi va inklyuzivlik masalalariga bag'ishlangan xalqaro sammit bo'lib o'tdi. Unda Buyuk Britaniya va Markaziy Osiyoning 28 ta universitet vakillari ishtirok etdi. Tadbir Britaniya Kengashi tomonidan O'zbekistonning Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Aynan bugungi sammit xalqaro hamkorlar va O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlarini birlashtirish uchun bir ko'prik sifatida xizmat qilmoqda. Biz ushbu loyiha doirasida ikkita universitet, ya'ni xorijiy universitetlardan Ulster va Lincoln universiteti bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Sammit pedagog kadrlarini tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish hamda ta'lim jarayonida inklyuzivlikni keng joriy etish masalalariga bag'ishlandi. English Language and Inclusion Accelerator dasturi doirasida Buyuk Britaniya va Markaziy Osiyo universitetlari o'rtasidagi 11 ta hamkorlik loyihasi qo'llab-quvvatlandi. Mazkur loyihalar gender tengligi, alohida ta'lim ehtiyojlari, neyro xilma-xillik hamda ijtimoiy va raqamli inklyuzivlik kabi muhim yo'nalishlarni qamrab oldi. Hozirgi kunda mana bugungi bo'layotgan British Council va oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda bo'layotgan bu ingliz tilini rivojlantirish to'g'risidagi bu summit, albatta bu uzoq muddatdan beri qilingan mehnatlari qaysidir ma'noda samarasi deb bilaman. Sababi bizga ma'lumki, agar ta'lim statistikasiga qiziqqan inson bo'lsa, oxirgi 10 yillik bilan hozirgi dastur doirasida mintaqa bo'ylab 1000 dan ortiq bo'lajak va faol o'qituvchilar, pedagoglar hamda universitet xodimlari jalb etildi. Mutaxassislar ta'lim tizimida ilg'or tajribalarni almashish va inklyuziv yondashuvlarni rivojlantirish orqali yanada qamrovli ta'lim muhitini shakllantirish muhimligini ta'kidladilar. Sammit natijalari asosida ilg'or tajribalar qo'llanmasini ishlab chiqish hamda loyiha yutuqlarining barqarorligini ta'minlash bo'yicha keyingi qadamlar muhokama qilindi.